Mendan ham ko'p so'rashadi. Kir yuvishlar, tualet, dushlar nima bo'ladi, qanday qilasizlar deb. Ovqat qilishni so'rashadi. Ovqat qilish. Endi bizda mashinada bo'ladi. Mashinada hamma sharoit bor. Kir yuvish mana hamma stoyankalarda stiralkalar bor. Mana bu yerda ham tualet bor. Keyin mana zapravkani ichida mana bu yoqda tualet, dush hammasi bor, besplatniy. Mana ko'rsatib ham qo'yilgan. Bu yoq zapravka mana. Stoyanka. Hozir Fransiyadamiz. Stiralkaga kelsak. Mana 9 kilo, 20 kilo. Bunisi yuvib bo'lgandan keyin quritish. Ko'proq mana unda yuviladi. 5 euro ekan 9 kilosi. 20 kilosi 12 euro. 20 kilo quritish 3 euro ekan. 3 euroligi 30 sekund yo'q, nima 20 minut quritar ekan. Mana 5 euro olasiz kartadan, olasiz nalichi to'lanadi. Mana nimalari. Даже telefoningizni nima qilib qo'ysangiz, yuvib bo'lgandan keyin telefoningizga soобщение keladi, yuvib bo'ldi deb. Siz mashinaga borib turaverasiz, bu yerda kutib turmang. Yuvib bo'lgandan keyin telefonga soобщение boradi, yuvib bo'ldi deb. Keyin bundan olib olasiz 3 euroga bunda 20 minut quritasiz. Agar qalin kiyimlar bo'lsa 30 minut. Shunaqa sharoitlar.